Assalomu alaykum do'stlar. Toshkentdaman. Davlat tomonidan qo'yilgan avtobuslar Toshkent Krasnodar obratno. Krasnodarda Krasnodar 2 avtovokzalidan yo'lga chiqadi, obratnoga. Toshkentdan Qo'yli vodiyda ofisimiz shu yerda ko'rsatib qo'yamiz. Umumiy davlat avtobusidan qo'yinglar bizlar. Toshkentdan Moskvaga. Tanlovda adashmanglar, kim borib kelmoqchi bo'lsa Qo'yliga kelasizlar. WhatsApp, Telegramda telefon qilib, Rossiyskiy O'zbekiston. Ichini ham ko'rsatib o'ring aka. Yaxshi qarang. Qoplanmaydi do'stlar akalar. Cherniyakka remont yopilgan. Avtobus komfort, har bir sideniya zaryadnilar bor, monitorlar bor. Bemalol kelib ketishingiz mumkin. Telefonlarimizni ekranda qoldirib qo'yamiz.